Assalomu alaykum azizlar. 14-hudud ko'rsatuvi yana efirda. Bugungi ko'rsatuvimizni ochig'ini aytaman, shanba oqshomida emas, payshanba kuni e'tiboringizga havola etmoqchi edik. Payshanba kuni ba'zi vaziyatlar bo'lib, bu ko'rsatuv shanbaga qoldirilgan. Shanbaga qoldirilganida hikmat bor ekan. Chunki aynan payshanba oqshomida deylik o'sha shartli ko'rsatuv efirga ketayotgan paytda dunyoda futbol olamida eng katta voqelik kuzatildi. Bundan xabaringiz bor. Transferlar olamini portlatib yuborgudek voqea sodir bo'ldi. Shu bois shanbaga ko'chgani zo'r bo'lgan ekan. Demak, azizlar, bugungi ko'rsatuvimizni transferlarga bag'ishlaymiz. Dunyo futbolida juda ko'p futbolchilar u tomondan bu tomonga o'tishyapti, kuzatilyapti, lekin bu yilgi transferlar o'tgan yillardagi transferlarga qaraganda biroz boshqacharoq, g'alatiroq va kutilmagan sensatsiyalarga boy holatlarni vujudga keltiryapti. Ushbu transferlar zanjirini men 2014-yili Luc Besson tomonidan suratga olingan Lucy filmiga o'xshatyapman. Ushbu filmni ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak. Insonning miyasi 10% ga ishlaydi degan afsona bor, mif bor. Ana shu mif asosida olingan va unda Lucyning miyasi 10% dan ko'tarilishni boshlaydi, 28% ga chiqadi, keyin 50% ga ko'tariladi va inson qila olmaydigan ishlarni amalga oshirishni boshlaydi. Oxiri 100% ga yetganida olamni qurshab oladi. Zanjir shunday ketdi go'yo. Hozir 100% ga ko'tarildi. Ana shu 100% ga qarab turib, lavhalarni alohida taqdim etamiz. Marhamat. Dastlab himoyachilar ovidan boshlaymiz. Lucyning ichki organizmiga narkotik modda kirib, boshqa a'zolarning funksiyalarini o'zgartirgani kabi bizning e'tiborimizni markaziy himoyachilarga bo'lgan talab ajablantirmoqda. Bu amplua egalari noyob. Ayniqsa hozirgi hujumkor futbol targ'ib qilinayotgan davrda zo'rlari ham juda kam. Ammo mana shu zo'rlarning turli narxlarda sotilayotgani, ba'zilari tekinga o'tayotgani rostdan-da kulgili holat. Ispaniya chempionatida nisbatan himoyani suyadigan, himoyaviy o'yin ko'rsatadigan klub Atletico Madrid. O'tgan yilgi chempion, lekin Madrid matraschilari boshqa masalada transferlarga qo'l urishdi. Himoyani kuchaytirish borasida gap so'z yo'q. Balkim Simeone bugungi o'yinchilari darajasida rozidir. Barselona muxlislari, dunyo muxlislari deyaveray, e'tiborni bir o'yinchiga qaratishganida men himoyachilar haqida gapirmoqchiman. Xabaringiz bor, yaqinda klubga Pikega sherik o'laroq Erik Garcia olib kelindi. Qizig'i, bu himoyachini Guardiola 16 yoshida katta umidlar bilan Manchesterga olib ketgandi. O'ynatib yuboraman deb o'ylagan. Vaqting keladi, ana deb Garcianing gul davrini o'tkazib yuborishga bir baxya qoldi va Kataloniyaga tekinga qaytarib bermoqda. Markaziy himoyachilar kamyob davrda yosh va o'ta umidli iqtidorning erkin agent tariqasida Barsa a'zosi bo'layotgani ajib hodisa. Pepni ba'zan tushuna olmayman ochig'i. Xo'sh, Garcianing qaytishi nimani bildiradi? U Barselona akademiyasidan chiqqan, bilasiz. Yonidagi akasi Gerard Pique ham xuddi shunday qismat egasi. Barselona B klubida faoliyatini boshlagan himoyachi Garcia kabi 17 yoshida Manchesterga ko'chib o'tgan, faqat boshqa tomoniga. Ser ishonchini oqlay olmay 4 yildan so'ng Barsaga qaytgan. Erik ham deyarli shuncha muddat o'tkazib yubordi. Hozirgi transferdan farqli ravishda pulga albatta o'tgan. Ferguson olib kelgan futbolchi o'ynab keta olmasa boshqa jamoaga tekinga berishga o'rganmagandi har holda. Barselona himoyasi bu yil ancha yaxshi ko'rinish olyapti. Taxminimcha, Pique Kataloniyaga qaytgan himoyachi qanday qilib yulduz bo'lishi mumkinligi haqidagi leksiyasini boshlab yuborgan bo'lsa ajab emas. Sergio Ramos Realdan tekinga ketmoqda. Rafa Varane 50 million evaziga. Florentino Perez Superligadan boshqa narsani ham o'ylayaptimi o'zi? Yoki unga qirollik klubi ichkarisida nimalar bo'layotganini aytishmayaptimi? Yo prezident Mbappeni olib kelsam barcha muammo hal bo'ladi deb o'ylayaptimi? Aslo. Ramos voqeasini to'g'ri tushunaman va bu masalada Perez tarafidaman. Chunki futbolchi har qancha afsona bo'lmasin, Perez klub manfaatidan kelib chiqib shu qarorga kelgan. Ramos so'rayotgan narsa etika nuqtai nazaridan to'g'ri emas. 34 ga kirgan himoyachi mavsumni zaxirada o'tkazib yubordi. Uning o'rniga himoya tandemi ishlab chiqildi. Jamoa qiyinchilik bilan bo'lsa-da vaziyatni o'nglamoqda, ammo Ramos ortidan Varanga ham chiqish eshiklarini ko'rsatish bilmadim. To'g'ri, evaziga 50 million pul oldi Real, lekin Rafaning narxi yuqoriroqda.
1 yillik shartnoma muddati qolgan dersiz, shu bois amalga oshirdi dersiz, cho'zsa bo'lardi-ku. Varan Serxio kabi suvi siqib ichilgan yoshda emas-ku, 28 yosh, ayni pik holatida. Aha, shu yerda MU tomonidan ajoyib javob keladi. Sen sal oldin yozgan Pike taqdiri bizda ham bor. Bir paytlar Rafa Varanni Fergi Manchesterga olib kelishiga bir baqiya qolganida Zidane Madridga o'g'irlab ketgandi. Endi qaytaradigan payt keldi. Fransiyalik murabbiy Realda emas, Varan o'zini oldingidek his qilmaydi. Ha, o'ylab qarasak, fransiyalik jahon chempioni Realga o'xshash uslubda o'ynaydigan klubga kelyapti. An'analari o'xshash, uslubsizlik borasida hamma uslubchilarni dog'da qoldirib kelgan jamoada. Real qarshi hujumlari bilan Chempionlar Ligasini yutishni boshlaganda himoyada ko'p vaqt o'tkazish ham mumkin. To'pni hadeb raqibdan olib qo'ymaydi. Hozirgi Sulsher falsafasi ham shunga o'xshash. Buning ustiga Varan MUning ramisi bo'lmish Maguire oldida ikkinchi himoyachi bo'lib o'ynayveradi. O'ziga yoqadigan maqom, hammasi ideal. Real esa Ramos va Varan ishlarini bajarish uchun avstriyalik Alabani taklif qildi. Militao bilan juftlikda o'ynaydigan himoyachining sevimli nuqtasi markaziy himoya emas aslida. Tayanch zonasi va qanotlar. Ko'ramiz, Real juda tavakkal yo'l tanlamoqda. Peresning xabari bo'lsa, demak oldinda nedir rejalari bor. Angliya Premyer Ligasidan anchadan beri markaziy himoyani kuchaytir va chempionlik uchun kurash olib bor tendensiyasi davom etmoqda. Bunga birinchi qadamni Liverpool qo'ydi va Van Dijk misolida katta natijalar qayd etdi. To'g'ri, klub gollandga qo'shimcha tarzda Alissonga ham murojaat qilgandi, lekin bu voqelik boshqa to'plarga ham jiddiy ta'sir o'tkazganini ko'ryapmiz. Liverpool o'z an'analariga sodiq qolib, uslubiga mos tushadigan himoyachi jalb etdi bu mavsum ham. Philipsuk kabaklar bilan ishi bitmagan klub mavsum oralig'ida aynan shu masalani hal qilishni istadi. Parijda tug'ilgan, lekin Burkina Faso termasida o'ynovchi yosh Ibrahima Konate RB Leipzigni tashlab Liverpool bazasiga keldi. Usluban juda mos futbolchi. Van Dijk hali jarohatidan so'ng qanday o'ynaydi bilmaymiz, ammo yonida bu masalada ishonchli sherik tursa, klub uchun ham bosh og'riq kamayadi. APL liderlari markaziy himoya klub yuragi ekanini tan olishda davom etishmoqda. O'tgan mavsum Manchester United Maguire'ni olib keldi 80 million evaziga. Muammolari kuzatilayotgan bo'lsa-da, ushbu himoyachi jamoaning himoyadagi ba'zi no'noqliklarni yopdi. Varan o'sha qolib ketgan ishlarni bajarishga kelmoqda. Fransuzdagi tezlik, intellekt va jarima maydonchasi ichida raqibga deyarli imkon bermasligi qizil iblislarga as qotadi. MU asosan gollarni ikkinchi qavatda yo jarima zarbalaridan o'tkazib yubordi. Demak, Maguire hammasi gulgura olmayapti. Varandan yaxshiroq variant bormi yer yuzida aytingchi. Man City mavsum boshidagi alamli o'yinlardan, ayniqsa Leicesterga boy berilgan bahsdan keyingi qarori bilan markaziy himoyachi qanday amplo ekanini ko'rsatib berdi. Portugaliyalik Ruben Dias keldi-yu, Guardiola muammolarni to'g'rilab berdi. Birgina shu chiziqdagi tuzatishlar shaharliklarni chempionga aylantirdi desak bo'laveradi. Diasning yonida Stones ham o'z darajasiga qaytdi. Ederson eng yaxshi mavsumini o'tkazdi. Ko'ryapsizmi, APL himoya chizig'i aktivi nechog'lik muhimligini tushunib yetdi. Chelseaga taklif etilgan Thiago Silva ham Tuchel davrida yonidagi yosh futbolchilarga yaxshi jihatdan ta'sir o'tkazdi. Ishonch hosil qilingandan so'ng istalgan raqibni yanchib tashlaysan degani shu bo'lsa kerak-da. Londonliklarning Chempionlar Ligasidagi muvaffaqiyat zamirida himoyaning mustahkamligi plus kiperning mahorati yotadi. Thomas bu bilan ham cheklanmayapti. Silvaning yoshi o'tib qolgani, birgina Rüdiger stabil o'yin ko'rsatayotgandan kelib chiqib, Germaniyalikning oldiga ishonchli sherik istadi. Olib kelishmoqchi. Jules Koundé Sevilla a'zosi istiqbolli, transfer bahosi yuqoridagi yulduzlardan-da ziyodaroq. Faqat muammo shundaki, Zuma West Hamga o'tishni istamayapti. Koundé uchun joy va mablag' kerak. Chelsea kuchli markaziy himoyachisiz chempionlik kurashi mushkul bo'lishini tushunib turibdi. Le quita la pelota a Jules. Sí, la verdad que Cuidado, Haaland otra vez Koundé que ha ido con todo. Arsenal garchi ko'p memlarga tushib qolayotgan bo'lsa-da, himoyani kuchaytirishni davom ettirmoqda. Brightonda yaxshi mavsum o'tkazgan, Leeds safida 2019-yili Championshipda eng yaxshi futbolchi nomini qo'lga kiritgan Ben White 50 million funt evaziga Arteta tarkibiga kelib qo'shildi. Varanga ham 50, White'ga ham 50 deb kulishyapti ba'zilar. Aslida bu solishtiruvda Arsenal past ko'rilmasligi kerak. MU zo'r ishlagani ta'kidlansa, maqsadga muvofiq bo'ladi. London klubi shu pulga arziydigan himoyachini oldi aslida. Endi o'ylab ko'ring, mana shunaqa summalar aylanayotgan paytda
Manchester City Garsiani teknik berib yuborishi qanday kulgili-a? Arsenal shu bilan birga iqtidorli Portugal chap qanot himoyachisi Nuno Tavareshni ham olib keldi. Bu transfer ham muammolari asosan himoyada kuzatilayotgan jamoaga qo'l keladi deb o'ylayman. Tottenhamda ham himoya masalasida zo'r yangilik bor. Nuno Espirito himoyani kuchaytiradigan inson Atalantadan Cristiano Romeroni sotib oldi. Kuni kecha transfer narxi 55 million yevro deb baholanmoqda. Yana shunaqa narx ko'ryapsizmi? Romero A seriyada Genoada porlagan, so'ng Juve kutilganidek sotib olgan, 26 millionga tushganiga qaramay uni o'ynata olmagach, Atalantaga o'tganida bo'ldi. Umri ijara o'tib ketadi deyishgandi. Yo'q, Bergamo klubi uni to'laqonli yulduz qilib tarbiyaladi, so'ng sotib oldi. Tottenhamga 2 barobar katta pul evaziga sotilayotganida Gasperinining ham xizmati beqiyos. Romero Copa Amerikada ham super o'yin ko'rsatdi. Uning ishonchli harakatlari Argentinaning finalda Braziliya yulduzlaridan gol o'tkazmasligini ta'minladi. Tottenham shunday iqtidorli yigit bilan boyimoqda. RB Leipzigni ba'zan tushunishga harakat qilaman. Jamoa yulduzlar yetishtirib chiqaradi va tezlik ila to'plarga sotadi. Ammo bir mavsumning o'zida murabbiy Nagelsmanni asosiy raqobatchisi bo'lmish Bavariyaga sotish, so'ng Kanatega qo'shib Upamecano-dek himoyachisidan ayrilish, hay bilmadim nima deyish mumkin. Bo'lib ham fransiyalik himoyachi Bavariyaga ketdi. Xullas, Bundesliganing yangi mavsumidan men hech narsa kutmayapman. Oxirgi yillardagi raqobatchi ham tugayapti. Yaxshi futbolchilarni yetishtirib sotib yuraver. Senga emas ekan chempionlik uchun kurashishliging keladi. Nachora har kim o'z siyosatini o'zi belgilaydi. Manchester shahri sharafini himoya qiluvchi ikki klub yarim himoyasiga super yigitlarni qo'shib oldi. Bu yerda taqdir hazilni ko'rishimiz mumkin. United anchadan beri Jadon Sanchoni sotib olmoqchi edi, bilasiz. O'tgan yilgi urinishlari ancha jiddiy bo'ldi. Biroq pul masalasida kelisha olishmadi. Bu mavsum muddasidan chiqdi. 80 million yevro evaziga sotib olingan Sancho endi isyonlarni to'xtatsa kerak deb o'ylaymiz. O'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatida porlagan Jadon Man Citydan ketish uchun Kimsan Guardiola mashg'ulotlariga qatnashmay jamoadan ketish uchun isyon ko'targandi. Uddasidan chiqib Borussiyaga bordi. Qizig'i Unitedga kelish uchun Dortmundda ham shunga o'xshash ishlar qildi. Ochiqcha sarkashlik, MU ijtimoiy tarmoq akkauntlariga layklar bosish, qizil libosga bo'lgan muhabbatini izhor qilishlar. O'ylab qolasan kishi boshida Watford akademiyasidan Manchesterga olib ketilayotganda boshqa klub deb aldashmaganmikan? City qarorgohiga kirgach, bu men o'ylagan jamoa emas-ku deb turli yo'llarni izlagandek Sancho mana nihoyat yetishdi Unitedga. Endi oldingi ishlarini tashlash ham mumkin. Darvoqe, yoshlikdagi intervyusini o'qib, hali bu voqea davom etishi mumkin deb o'ylab qoldim. Angliyalik winger yosh chog'i Chelsea muxlisi bo'lgan ekan. Sancho qochishga harakat qilgan Cityga tagirland bo'lgan Jack Grealish umrbod intilgandek. Ustuban ham, xarakter tomonlama ham. Murabbiylar ko'rsatmasini eng yaxshi tushunadigan yigit ta'rifiga loyiq Jack Pep bilan rohatlanib ishlasa kerak. Sancho bilan katta miqdor qayd etilganida Man City Grealishni APL rekordiga aylantirdi. 25 yoshli Halbek shaharliklarga 117,5 million yevroga tushdi. Bozor narxi bo'yicha 2 barobar ko'p to'langan. Paul Pogba va Romelu Lukakularning 110 va 106 millionlik transferlari pastga quladi. Grealish o'tgan mavsumning boshida aniq paslar, xavfli vaziyatlarni yaratish borasida jarohat olguniga qadar Bruno Fernandes va Kevin De Bruynelar bilan raqobatlashib yurgandi. So'ng jarohat xalaqit berdi. Terma jamoa safida ham Grealish maydonga tushgach, o'yin kartinasi butkul o'zgarib ketganini ko'rdik. Xullas, Sancho uchun poyezdning ilk bekati bo'lgan Man City Grealish uchun faoliyatidagi eng yaxshi bekat bo'lmoqda. Tashqi ko'rinishi, o'zini tutishi bilan Beckhamni eslatuvchi figura yangi mavsumda bu pullarni oqlashiga ishonchimiz komil. PSG degan orol u bor ekan shartli Neymar va Ramoslar jamoasiga ultimatum qo'yaverishadi. Meni qabul qilib oladigan PSG bor deb qilishadi shu ishlarni. Parij super klubi rahbariyati, xususan Leonardo katta ko'lamli ishlarni amalga oshirmoqda, ammo shoshilinchda ba'zi paradokslar ham vujudga kelmoqda. Darvozadan boshlasak, Gigi Donnarumma erkin agent tariqasida Fransiya poytaxtiga kelib qo'shildi. Yevropa chempionati qahramoni Milan bilan shartnoma uzaytirmasligiga asosiy sabab Juventus edi. Lekin turinliklar ham Gigi'ni qoniqtiradigan summani aytishmagan chog'i Donnarumma ularni PSG bilan qo'rqitdi.
O'ylashimcha biror bir futbolchi ultimatum qo'yishdan oldin Xelayfi bilan gaplashib olayotgandek. Mabodo men klubim bilan kelisha olmasam, taqsir sizda joy bor-a degan ma'noda. Qizig'i Gigi PSJda ro'yxatdan o'tgan 8-posbon bo'lmoqda. Undan tashqari Keylor Navas, Sergio Rico, Alfonso Areola, Martin Bulka, Alexander Letelier, Garrison Innocent va Denis Franchi. Transfer Market Analytics sayti barchasini 103 million yevroga baholagan. Bunaqa qimmat darvozabonlar tarkibi tarixda bo'lmagan. Navas 2014-yilgi mundial qahramoni o'laroq Realga taklif qilinganida Casillasning yuragi og'rigan shekilli-da. Uning duosi bilan Keylor har turnir bo'lganda o'sha musobaqaning eng yaxshi darvozaboni bilan sinalmoqda. 2018-yilgi mundial qahramoni Thibaut Courtois Realga kelib Navasdan joyini olib qo'ygandi. Bu safar Euro 2020 yulduzi darvozabonlar qismati shu ekanda. PSG qanotga Ashraf Hakimini oldi. Bunga pul to'ladi lekin. Endi Pochettino 3 ta himoyachi bilan ham bemalol o'ynay oladi. Zotan Marokashlik Wenger ayni shu uslubning yorqin vakili. Wijnaldum bilan ham Donnarumma kabi voqea sodir bo'ldi. Gallant Liverpool bilan shartnomani uzaytirmaganiga sabab Barselonaga borish orzusi bor edi. Biroq Jorginho Kataloniyaga borib muammolar ko'lamini ko'rdi va darhol najot oroli bo'lmish PSJga chiqdi. Parijliklar doim tayyor turishadi-ku, marhamat deb qabul qilishdi. Sergio Ramos esa Realni to'g'ridan-to'g'ri PSG bilan qo'rqitib qo'ya qoldi. Madrid u bilan kelishmadi va Qarabskiy yana bir mega yulduz PSG safiga erkin agent tariqasida qo'shilmoqda. Messini ham istalgan ishga qo'l urishga undayotgan tuyg'u PSG bo'lsa kerak. Bir necha yil oldin Verrattiga ko'z olaytirgani uchun Neymarni olib qo'ygan Xelayfi bu ishni uddalasa, knockdowndan keyingi nokautini ham ko'ravering. Endi paradoks haqida. Jamoa bosh murabbiyi Mauricio Pochettino u intensiv futbol tarafdori, pressingni yaxshi ko'radi. Tarkibga shunday yulduzlar kelib qo'shilyaptiki, ertaga Argentinalik murabbiy yo o'zligidan voz kechib ular tomonga o'tadi, yo o'z futbolini quraman deb sochi battar oqaradi. Menga bu PSG 2002 hamda 2005-yilga qadar davom etgan Realni yodga solmoqda. Har chiziqning daholari bor, lekin jamoaviy futbol masalasida kelishtirishning imkoni yo'q. Hali Ronaldo ham Juventusni PSG bilan qo'rqitayotgan bo'lsa, tomoshaning zo'rini ko'raveringda. Ispaniya tomonlariga asta nigoh tashlasak, motamsaro holatni kuzatamiz. Atletico Udinesedan ajoyib iqtidorni xarid qilgani-yu, Barsa hujum chizig'ini kuchaytirgani, Aguero va Depay kabi tajribali futbolchilarni olib kelganida bu tumanni tarqata olmayapti. Vaholanki La Liga Depaulning Valensiyadagi o'yinlarini unutib ulgurgani yo'q. Sergioning ham harakatlaridan xabardor. Depayni Kuman qancha tilab olganini hamma biladi. Ammo vafa bo'lgani aytildi. Kataloniya klubi rahbari klub har kimdan ustunligini ta'kidladi. Bu yo'lgi Messisiz davrni boshlashga majburmiz dedi. Ishoning, bu safar ham juda hissiyotli, yondirib tashlaydigan lavha tayyorlash niyatida edim. Lekin negadir matn yozishga kirishganimda o'sha oldingi Messi ketmoqchi bo'lgandagi filmlarning davomini yoza olmadim. Keyin hayron qolib o'yladim, sababi nima ekan deb va topgandek bo'ldim. Inson bir yaqin kishisi xasta bo'lib qolsa, o'lim to'shagiga yotib qolsa, ustida rosa yig'laydi, siqtaydi, koma holatiga tushib qolganda uning o'limi shu bo'lsa kerak deb ayuhannos soladi. Lekin haqiqiy o'lim sodir bo'lganida tushuniksiz tuyg'uga g'arq bo'ladi. Bir olimning gapi esimga tushadi. Bir kishi 200 xil kasalga duchor bo'lib yotib qolgan deyilgan xabarni eshitsangiz, uning ro'parasidan oddiy, juda jo'n falonchi o'libdi degan xabar juda farqli. O'rtasida katta farq bor. Dunyodagi jami xastalik o'lim bilan teng kela olmaydi deganda. Leoning oldingi qo'shtirnoq ichidagi ketishlari, isyonlarida bor energiyamizni sarflab qo'yibmiz. Ne filmlardan mos tushgan kadrlarni ishlatib qo'yibmiz. Kutilgan voqea kutilmaganda sodir bo'lganida esa jim bo'lib qoldik. G'alati. Barselona va Messi so'zlari shu qadar bir-biriga qorishib ketgan ekanki, ularni ajratib gapirish mushkul bo'lyapti. O'zi 3 yil oldin Ronaldo va Messi boshqa chempionatlarga o'tib o'ynashni boshlashganda bir ayriliqni ko'rgandik. 10 yillik super to'qnashuvni yo'qotib qo'ygandik.
El Clasico Ronaldusiz o'tishni boshlagach, Messining hafsalasiz o'yinlari hammaning yodida. Ha, navbatdagi ayriliq Messi va uning jonajon Barsasi bilan sodir bo'lmoqda. Futbol tarixida biror bir futbolchi jamoani o'ziga bu qadar bog'lab qo'ymagan bo'lsa kerak. Shu bog'liqlik o'rtasini, shu rishta o'rtasini uzdilar. Oddiy birgina muzokara stolida uzdilar. Kim aybdor, necha yillik muammolari hosilasi va boshqa har qanday bahonani aytmasalar, ishoning, Messi Kataloniyani tark etayotgani xabari oldiga tusha olmaydi. Har qanday sabab bahonadek tuyulaveradi. Xullas, Leo ketdi. Parij va Manchester va yana bir qancha nomlar. Farqi yo'q. Boradigan joy shaxsan men uchun qiziq emas. U tashlab ketayotgan joy va Leoning o'sha yerda qolib ketgan nigohi muhim. Burishtaning o'zgachaligi rost. Barsa Messi bilan eng zo'r davrini boshdan kechirdi. Dunyoni titratdi. Eng chiroyli futbolni ko'rsatdi. Leo ham Barsa bilan amalga oshirdi 600 dan ziyod gollarini. Argentina terma jamoasi libosini kiyganida ham unga yarashmaydigandek tuyulaverdi. Taqdirni qarangki, vatani termasida ilk sovrinini Barsa futbolchisi bo'lib olmadi. Erkin agent edi, klubi yo'q edi o'sha payt. Messini kuzatishda davom etadiganlar bisyor. Hali uning yanada qiziqarli seriallari kutayotgandir ko'pchiliklar. Ammo ba'zi toifalar borki, Kataloniyaliklar libosidagi Messidan boshqasini qabul qila olmay yashab o'tadilar. Shunday qismatni suyib yashaydilar. Men siz balkim mana shular safidan bo'lsak kerak. Nega shunday bilasizmi? Chunki Messi va Barsa boshqa takrorlanmas ertak. Messidan keyingi Barselona ham, Barsadan keyingi Messi ham xotiralar iskanjasida yashaydigan eski do'stlar. Ular hayotda ko'p boshqa do'stlar orttiradilar. Do'stlardan vafo topadilar hatto. Yaxshi kunlarni boshdan kechiradilar, ammo qandaydir soniya ichida so'nib borayotgan shamning oldida xayol surib qolganlarda o'sha nurli davrlarni eslab ko'zga yosh oladilar. Messi va Barselona futbolda men ko'rgan bir
ko'rdingiz, transferlar olamida qanchalik katta hodisa sodir bo'ldi. Hali his qilmayapmiz. Hali Barselona dastlabki o'yinlarini o'tkazayotgan paytida buning nechog'lik og'irligini his etamiz, lavhada aytilganidek. Endi o'z-o'zidan mana shu Messining Barselonadagi faoliyati, Barselonaga kelguncha bo'lgan davri, yoshligi, o'smirligi va oltin to'plarni qalashtirib olayotgan davrlarga o'tsak, Messi haqida bugun to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi. Asosiy figura chunki. Buning uchun albatta oldingi ko'rsatuvimizda efirga uzatilgan bir lavhaga murojaat qilamiz. Leo Messi o'ziga maktub yozadi. Bugun ayni muddao zo'r maktub yozadigan paytga yetib keldi. Leo, men seni shunday atayman. Keyinchalik sen haqingda nimalar gapirishmasin, o'zga sayyoralik degan ta'riflarni da ishlatishmasin. Men seni yoshligingda buvimiz qanday erkalagan bo'lsa, shunday atayman. Bo'lsa bugungi hastagi g'alati kasalliging borligi aytilganida, River Plate klubi rahbarlari har oy $900 to'lashga qurbi yetmaganini eshitib, uydagilaring xafa bo'lib qolishgandi. Ko'ryapsanmi, Argentina jamoasining to'lay olmagani Ispaniya safariga sabab bo'lmoqda. Sen o'shanda ham ranjimaganding, tushunmaganding ochig'i. Osmon ko'm-ko'kmi, Leo? To'g'ri qilasan ko'p narsani o'ylamay. Nima bo'lsa bo'ldi deb ketayotganingni bilaman, esimda hanuz. Leo, hozir samolyot qo'nadi va otang bilan birgalikda Barselona klubi sport direktori Carles Reshak huzuriga yo'l olasizlar. U sizlarni darhol qabul qilmaydi. Otang oxirgi sigaretasini chekib diqqi nafas bo'ladi. Sen unga e'tibor berma. Argentinaga qaytishni u istamayotganidan yo sening futbolchi bo'lmay qolishingdan cho'chiyotgandan emas, azbaroy seni davolashni o'ylab shu sigaretlarni tutatib tashlaydi. Aslida sen 13 yoshga kirib ko'p narsani bilib bo'lding. Sening futbolchi bo'lishingni uyingdagilardan faqat buving istagan. Hali har gol urganingda uni eslaysan. Gollaringni unga bag'ishlab ko'rsatkich barmog'ingni osmonga qadab nishonlaysan. Hozir o'zing samolyotda osmonda ketyapsan-ku, buving ham yoningda uchib ketayotgandek tasavvur miyangda. Leo, Reshak yomon odam emas. Sizlarni kuttirib qo'yganiga yarasha, keyin sening jamoaga o'tishing uchun bor imkoniyatini ishga soladi. 3-oktyabr kuni klub direktorlari kengashini 3 ta narsaga ko'ndiradi. Oilang Yevropaga ko'chib keladi, davolanishingga ketadigan pullar to'lanadi va sen ertasigayoq klub akademiyasiga qabul qilinasan. U sening o'yiningga mahliyo bo'lib qoladi, ko'rasan. Barselona seni o'ziga rom etadi. Sen undagi muhitga juda tez ko'nikasan, o'rtoqlar orttirasan va bir necha yil o'tib sen bu diyorning farzandi ekaningni da sezib qolasan. Ishonaver, hatto Argentina ham senga undan yaqinroq tuyulmaydi. Sen katalon tilida yozib qo'yilgan bir yozuvga uzoq tikilib qolasan hali. Unda klubdan da ustunroq deb yozib qo'yilgan bo'ladi. Ispaniyalik o'rtoqlaringdan biri senga bu yozuvni otasi aytgandek tushuntirib beradi. Bizning Barselona boshqa jamoalardan farq qiladi, biz oilamiz. Senga oila degan so'z boshqacharoq eshitiladi, lekin atrofga termilsang, hammasi do'sting aytganidek bir oila yashayotgandek qurilgan. Elas-elas eslaydiganing Newell's Old Boys jamoasi muhiti bilan taqqoslab ko'rasan u Argentinada, Rosarioda bunaqa ahil jamoani ko'rmaganingni tan olasan. 17 yoshingda Barselonaning yoshlar jamoasida ilk o'yiningni o'tkazasan. Bitta uchrashuvda 4 ta gol urib to'g'ri qilasan. Senga keyinchalik aslida do'sting bo'lmagan do'stlaring bekor qilding, o'zingni ko'rsatib, hali seni himoyachilar sindirib qo'yishmasa edi deyishganida, ishonma gaplariga. Senga Xudo kasallik bergani evaziga jarohatdan qutulib qolish uchun futbolchilarda kam uchraydigan jussa ham bergan. Sen boshqa fint egalariga o'xshab jarohat olsang-da, juda tez tuzalib ketasan. Kutilgan muddatidan oldin qaytaverasan. Shuning uchun o'sha ilk uchrashuvingda qo'rqmasdan gollaringni qalashtirib tashlayver. Hozirdanoq o'zingni ko'rsatib qo'y. Leo, sening La Ligadagi ilk debyuting Espanyolga qarshi kechadi. Bilib qo'y, bu jamoa nomi bilan ham Ispaniya poytaxtidan Kataloniyaga qo'yilgan ayg'oqchilar klubi. Sen bu jamoani yaxshilab tanib ol. Har Kataloniya derbisida ularni qiynashing kerak. Dastlabki o'yiningda qiynalasan, gol ura olmaysan, lekin xotirjam bo'l. Hali hammasi oldinda. O'zi senga gol haqida ko'p gapirib yuborayotganimga e'tibor berma. Balki men hali o'ynab ketsam ham katta gap deb o'tirgandirsan samolyotda. Yo'q, sen issiqqina kofeni xo'plab meni eshitib ketaver. Gol degan so'z sening do'stingga aylanadi. Gol deganda seni tushunadigan bo'lishadi odamlar. Kofeni xotirjam ichayotganingdan sezyapmanki, gaplarimga ishonmayapsan. Mayli, o'zing bilasan. Qayerga kelgandim? Ha, ilk golingga. Sen La Ligadagi debyut o'yiningni 2004-yilning oktyabrida o'tkazganingdan deyarli 1 yil o'tib, 2005-yilning 1-may kuni Albacete klubi darvozasiga yo'llaysan o'sha ordona qorgul golingni. Sen shu goling bilanoq rekord qayd etasan. Kataloniya klubining eng yosh gol urgan futbolchisiga aylanasan.
Rekord degan so'zni tushunmayapsanmi, Leo? U sening ikkinchi o'rtog'ingga aylanadi. Katta bo'lganingda tushunib olasan. Ichaver kofeni, ichaver. 2005-yil sen uchun unutilmas yil bo'lib qoladi. 10 yildan buyon sen o'ynayotgan jamoa Yevropa Chempionlar Ligasi finaliga bora olmasdi. Poy qadaming yoqqanidan kataloniyaliklar musobaqani yutib olishadi. Albatta turnirning final bahsi 2006-yil o'tkazilgan. Jarohating tufayli finalni o'tkazib yuborasan. O'shanda bir chetda jimgina yig'lab o'tirganing hamon esimda. Sen o'shanda ich-ichingda o'ylaysanki, hali qachon yana shunaqa imkoniyat beriladi? Leo, finallardan zerikib ketishingni bilmaysan-da. Leo, yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatini yengib kelayotganingda ham sen Barselonani sog'inasan. Ishonaver. G'alati tuyg'u. Ikkinchi vataning, tug'ilgan diyoringdan ham o'tib ketsa, buni nima deb atashni bilmay qolar ekansan. 2006-2007-yilgi mavsum o'sa boshlaysan. Bo'ying emas, o'yining. O'sha yili sen Barselonani nima uchun yaxshi ko'rishing kerakligini, bu yerdagilar nima uchun oila bo'lib yashashga majbur bo'lganlarini tushunib yetasan. La Liganing bezagi bo'lmish El Clasico borligi uchun. Mavsumning eng shiddatli o'yiniga seni tayyorlash uchun Frank Rijkaard bir gap aytadi hali. Leo, bugun seni asosiy tarkibda tushiraman. O'ylaymanki, Madridni bir o'zing tinchitasan. Bu sehrli so'zlarni so'ylar ekan, Galant juda jiddiy olmaganda, sening hazilni ko'pda tushunmasliging shu yerda asqotadi. Bu gapni rost deb bilasan, buyruq fe'lida qabul qilasan va 3-3 bilan tugagan o'yinda hat-trick yo'llaysan. O'sha kundan boshlab Messi Mane degan so'z gazetalar sahifasini bezaydi. Leo, to'g'ri, gaplarimning davomini umuman tushuna olmayapsan. Axir Argentinaga tuzalib qaytish rejasi bilan chiqib ketgan ota-bola kelajakning bu maktubini qabul qila olmaydi. Ammo sening xotirjam ketayotganing menga yoqayapti. Hamisha yoqqan, sen tabiatan shunaqasan. Boshqacha reaksiyani bilmaysan. Balkim o'ta hissiyotli bo'lsang, qayerdadir qoqilib qolarmiding? Yo'q. Sen shu maktubni ham jimgina eshitib ketyapsanmi? Demak, esingda qolmagan buvingning ertaklarini tinglab boryapsan go'yo. Xullas Leo, senga gol degan so'zni tushuntirib berdim-u, uning sen bilan sinonimga aylanib ketganini qabul qildira olmadim. Rekord degan yangi so'zni eshittirdim-u, biroq u ham sening maslaging ekani qorong'uligicha qolib ketdi. El Clasico haqida ham gapni boshladim-u, u yog'ini qanday tushuntirishni bilmayapman. Leo, sen Real va Barsa ishtirokidagi o'yinlarning bosh qahramoniga aylanib ketasan. Ayniqsa poytaxtdagi Santiago Bernabeu stadioni sening mashg'ulot o'tkazadigan o'yingohingga aylanadi. Yana qarab turibsan-a, aytdim-ku, eshitib ketaver sendan nima ketdi deb. Hozir asr endi boshlangan sanada sen samolyot ichida Kataloniya sari uchib ketyapsan-u, Parijda braziliyalik yulduz porlamoqda. Ronaldinho degan. U sening akangga aylanadi hali. Barselonaga kelganingda seni yaxshi qarshi oladi. Sen uning fintlariga mahliyo bo'lib qolasan. U sening ilk golingga assist ham bo'ladi. Ammo tayyor tur. Qismat aynan sen deb Ronaldinhoni Barselonadan ketkazib yuboradi. Yo'q, bu masalada sening zarracha aybing bo'lmaydi. Braziliyalik afsona o'ziga o'zi qilgan. Aytmoqchimanki, sen undan futboldagi sehrgarligini o'rgansang ham, xarakterini aslo va aslo o'rganma. Hayotiga taqlid qilma, senga yarashmaydi va sen u hayotni eplay olmaysan ham. Leo, 2007-yilning eng yaxshi futbolchilari ichida 3talikda turganingda rosa hayajonlanasan, aytib qo'yay. Chunki oltin to'pni boshqa odam olayotgan bo'lsa-da, sen uning yonginasida turish baxtiga muyassar bo'lganingni futbolning eng katta mukofoti deb bilasan. Lekin senga hayajonlanmaslikni, xuddi hozir kofeni ichayotganing kabi e'tiborsiz turishingni tavsiya etaman. Zotan sen shu oltin to'pni olaverib zerikib ham ketasan. Kelajakda tug'iladigan o'g'illaringga o'yinchoq olib kelgandek olaverasan. Sen yaxshisi o'sha ilk taklif qilingan marosimingda oltin to'pni olib turgan yigitga emas, uning yonida bu natijadan noroziroq bo'lib turgan bo'ydor yigitga e'tibor ber ko'proq. U Kataloniya safaridagi eng asosiy raqibing bo'ladi. Uning Angliyada yurgandan xomtama bo'lma. U hali sening yoningga kelib oladi. Iqtidorni soat sayin o'stiradi va sening bir zum bo'lsin to'xtashingga yo'l qo'ymaydi. Seni Xudo shu yigit bilan kurash maydoniga olib chiqadi. Ishonaver, agar u shu davrda sen bilan yelkama-yelka kurashmaganida akangga aylangan Ronaldinhoga o'xshab o'rta yo'lda to'xtab qolarding. U seni tinmasdan gollar urishga taklif etaveradi. Bir necha marta yiqilsa ham kurashga to'ymaydi. Xafa bo'lmagin, uning qarshiligiga har doim ham turib bera olmaysan. 2007-yili ilk bora seni taklif qilishgan saroyga 10 yil davomida qatnaysan desam qo'rqib ketma. Kofe tugadimi? Tikilib qolding. Bo'ldi, aytayapman-ku, xuddi ertak eshitgandek ketaver, bo'ldi. Leo, o'ylab qarasam bu maktubni shu zaylda davom ettirsam, umuman ishonmay qolar ekansan. Yaxshisi senga tez bo'ladigan voqealarni sanab o'tay. Sen Pele degan o'yinchining 1000 dan ko'p gol urganini eshitgansan, ammo o'zing ham unga yaqinlashishni o'ylab ko'rganmisan? Bo'ldi, boshqa gapirmayman. Bu gapni ko'tara olmasligingni bilardim.
Boshqa narsani aytaman yaxshisi. Sening Barselonadagi yutuqlaring qo'rqinchli darajaga chiqib ketgan bo'lsa-da, odamlar tug'ilgan niqobning libosida shunga yarasha natijalar ko'rishmaganidan yoshligingda otang rosa maqtagani Maradona bilan qiyoslanishing mushkullashadi. Yoshlar o'rtasidagi mundial chempionligi bilan Olimpiadadagi g'oliblik nima bo'ladi demoqchisanmi? Buni istamaydilar ham. Sendan milliy terma jamoa tarkibida kattaroq natija so'rayveradilar. Juda og'ir kunlar bo'ladi. Penaltilar qurboni bo'lasan, mundialda yengilasan. Hozir uchib ketayotganing Kataloniyaga borib, klubing libosini kiya turib, unga Argentinadagi muvaffaqiyatsizliklar sababidan ko'zingga kelgan yoshni artasan, alam qiladi bir kam dunyomi deysan. Yo'q, Leo, sen taslim bo'lmaslikka ham o'rganishing kerak. Men senga 2022-yilga qadar qo'lga kiritgan yutuqlaringni aytib o'tdim xolos. Ko'piga tushuna olmading ham. Har holda his qilsang ko'tara oladigan gaplar edi. Lekin 2002-yilning oxirida sodir bo'lgan voqealarni yozmaslikka qaror qildim. Chunki hozirgina styuardessa olib kelgan kofeni tushirib yuborishing, dadang bu qilgan ishingdan xafa bo'lishi mumkin. Undan ko'ra sen samolyotdan tashqariga qara. Rosa ko'p yulduzlar ko'rinyaptimi? Ular seni qurshab turishibdi, to'g'rimi? Hada, ular sen ham bir kuni yulduz axir. Yaqinda milliy chempionat o'yinlariga start beriladi. 8-avgust kuni Fransiya chempionati start oladi. Fransiya chempionatiga ham e'tibor oshyapti. U yerga o'sha mashhur banda yig'ilyapti. 2002-yilgi Real tarkibiga o'xshash tarkibni ko'rishni boshlayapmiz PSG safida. Xullas, Fransiya chempionati boshlab beradi ramziy ma'noda, keyingi haftadan boshlab Ispaniya, Italiya va boshqa milliy chempionatlar start oladi. Ana shu o'yinlardan oldin, ana shu milliy chempionat bahslaridan oldin yana bir dastur tayyorlaymiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.